Foydali video. Uyimizni 170 ming so'mga umidvomga aylantiramiz. Bizga shunaqa sensorli kilchatil kerak bo'ladi. Wi-Fi ichidan shunaqa ashqal-dashqallar chiqadi. Bundan o'zimizda bor, murojaat qilasizlar. Tagi skim kilchatilni yechib o'taveramiz, ikkita sim bo'ladi. Bu korobkali montaj. Kilchatilni akkuratni ochib olamiz va L bilan L1 ga ulaymiz. Oq simimiz L, ya'ni kiruvchi faza, ko'k simimiz chiquvchi faza hisoblanadi. Buni qotirib olasizlar. Qotirib akkuratni qotirganingizdan keyin men bu korobkaga ham, o'zini kolsasiga ham yaxshilab qotirasizlar. Endi men qotirmadim. Shunaqa holatda bo'ladi. Endi paka qo'yib turibman. Yoqsanglar shunaqa Wi-Fi belgisi o'ynaydi o'zi. Keyin Wi-Fi ga ulab olasizlar, tuyaga smart type lajnasiga. Men ulab olganman. Tak, mana tuyaga kiramiz, o'chiramiz, yoqamiz. O'zidan ham o'chiramiz, yoqamiz. Alisa, включи lampu. Alisa, выключи lampu. Ko'rishingiz mumkin. Alisa bilan ham ishlaydi. Bundan tashqari mana o'zi telefon hammasi ishlaydi.